bu Fozilbek ukamiz birga ishlaydigan bo'ldik biz korxonamizda. Inshaalloh nima deydi, barakatli qilsin, yaxshilikka bo'lsin. Ikkalamiz ham biz ham mana shu davlatga xizmatchi, O'zbekistonga xizmatchi, siz ham shu yerga xizmatchi, u yoqqa xizmatimiz tegsin, foydamiz tegadigan bo'lsin. Faqat yaxshilik kunligi ishlating, yomonlik kunligi ishlamasin. Faqat yaxshilik, ya'ni Qur'on hayitlarda qo'ylarni so'yishga, to'ylarda qo'ylarni, mollarni so'yishga ishlatasiz. Safimizga qo'shilganingizdan xursandmiz aka. Alloh barakasini bersin. Bundoq savg'oni birinchi marta men olib o'tiribman. Men hozir Hamzot ismdan chiqdi. Faqat xursandligimni sizlarga bayon qilmoqchiman. Hamzot ismdan chiqib ketgan ham rahmat. Buni hech qanaqa ko'rmagan edim umrim ichida. Chunki o'zim g'arib bir oiladan katta bo'lgan desam, buncha bir hurmat qo'yib o'tiribdilar. Albatta Allohim bularga umrlarini uzoq qilib, oyoq mashqalarini farohatchilikda nasib qilsin. Amin. Aytganingiz kelsin. Boshlanishi bo'lsin.